turli sohalardagi islohotlar, yangiliklar, muammo va yechimlar Grant radiosining aktual mavzu dasturida. Assalomu alaykum. Grant radiosida aktual mavzu dasturi, mikrofon oldida Nodira Maqsudova. Inson hayotida oilaning o'rni beqiyosdir. Bolaning dunyoqarashi, odobi, bilimga bo'lgan qiziqishi va kelajakdagi muvaffaqiyati avvalo oilada shakllanadi. Shuning uchun ham qush uyasida ko'rganini qiladi degan xalq maqoli bejiz aytilmagan. Ota-onalar farzand tarbiyasida qanchalik mas'uliyatli bo'lsalar, jamiyat kelajagi ham shunchalik mustahkam bo'ladi. Dasturimizning bugungi mavzusi oila va tarbiya. Ota-onalar farzandlarining kelajagini qanday shakllantiradilar? Dasturimiz mehmoni esa Toshkent shahar Bilim axborot kutubxona markazi direktori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, oqila ayollar harakati a'zosi Hafiza Karimova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Rahmat taklif uchun. Hafiza opa, sizga birinchi savolim. Oila inson tarbiyasining birinchi maskani deymiz. Farzand kelajagini shakllantirishda ota-onaning eng asosiy vazifasi nimadan boshlanadi? Albatta, siz to'g'ri ta'kidladingiz. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Buning uchun farzandga birinchi navbatda ota-ona tomonidan mehr ko'rsatilishi kerak. Albatta, e'tibor, oiladagi sog'lom muhit va sog'lom turmush tarzini mana shu ota-onadan o'rganadi. Ularga e'tibor berib, milliy qadriyatlarimizni, eng avvalo tartibni o'rgatishimiz kerak. Kattaga hurmat, kichikka izzat, shirin so'zlik, xushmuomalalik va albatta yordam berish, kuch birlikda deydi, bir-birini qo'llab-quvvatlash. Masalan, oilada bir nechta farzand bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir narsaning eng asosi oiladan boshlanadi. Bunda ota-ona albatta yuksak ma'naviyatli bo'lish kerak, bolaga e'tiborli bo'lish kerak, vaqtni ulardan ayamaslik kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yurtimizda oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan, farzandlarni halol, vatanparvar va o'qimishli qilib tarbiyalayotgan oilalarni rag'batlantirish maqsadida ibratli oila ko'krak nishoni ta'sis etilgan. Mazkur ko'krak nishoni tanlov asosida beriladimi va qanday qilib bunday rag'batga ega bo'lish mumkin? Albatta, bu e'tirof birinchi navbatda oilalarni yanada ahil va mas'uliyatli bo'lishga undaydigan, jamiyatda ijobiy namuna yaratadigan bir jarayon deb hisoblayman. Albatta, bu ibratli oilaga davlat va jamiyatda va yashayotgan o'zining hududida, mahallasida barchaga o'rnak bo'la oladigan, o'zining bilimi, ilmi, oilaviy ko'rsatayotgan namunasi bilan orqasidan ergashtira oladigan oilalarga beriladi deb o'ylayman. Bu ibratli oila ko'krak nishoni albatta birinchi navbatda jamiyatda namuna bo'layotgan, ahil, tarbiyali va faol oilalarga beriladi. Bunday e'tirofga oilaviy qadriyatlarga sodiqlik, farzand tarbiyasi va jamoat ishlaridagi faollik orqali erishiladi. Albatta, bunda o'ziga yarasha mezonlari bor. Bu mezonda birinchi navbatda u oila murojaat qilmaydi. O'zining harakati, jamoatda, umuman oilada, mahallada tutgan turmush tarzi bilan, erishayotgan yutuqlari bilan va o'zining tashkiliy ishlardagi faolligi bilan erishadi. Uni nomzodlarda mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan ko'rsatiladi. Sizningcha haqiqiy ibratli oilaning eng muhim belgisi nima? Birinchi navbatda muqaddas oilani qanday tartibda saqlashi, ilmli, tarbiyali farzandlarni davlatning koriga yaraydigan qilib tarbiyalashdagi faoliyati, qolaversa o'zini egallagan kasbiy kori bilan mahallaga, davlatimizga va jamiyatga qo'shayotgan hissasi orqali el ko'ziga ko'ringan faol oilalar deb bilaman. Fikringizcha ibratli oila kabi e'tiroflarning ahamiyati nimada? Ahamiyatini shunday men baholaymanki, bu yanada ibratli oilalarning ko'payishiga erishish. Hozir mana yosh oilalarda ko'proq ko'zimizga tashlanadi ajrimlar. Ana shunday ajrimlarning bo'lmasligi, Alloh tomonidan berilgan farzandlarni shu risoladagi ota-ona bo'lib tarbiyalashiga undaydigan va yanada
yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishga intilib yashaydigan oilalarning sonini ko'paytiradi. Oilaviy nizolarni hal etishdagi yangi huquqiy mexanizmlar asosida Samarqand va Chirchiq shaharlari hamda Namangan, Mirzo Ulug'bek va Qarshi tumanlar aro sudlarida oila sudyalari korpusi faoliyat olib bormoqda. Ularning vakolatiga qanday toifadagi ishlar berilgan? Oila sudyalari bu oilaviy nizolarni hal qilish, ajrimlarning oldini olish, farzand manfaatlarini himoya qilish va oilalarni yarashtirishga qaratilgan ishlar bilan shug'ullanadi. Oila sudyasi deganda odatda oilaviy munosabatlar bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiquvchi sudya tushuniladi. Ya'ni nikohdan ajrashish, aliment, farzand tarbiyasi, mol-mulk taqsimoti, oiladagi huquqiy nizolar kabi ishlar bilan shug'ullanadigan sudyani tushunishimiz mumkin. Qisqacha aytganda, bu er-xotinlar o'rtasidagi nizolar, farzand masalalari, aliment undirish, vasiylik va homiylik hamda oilaviy huquqiy muammolar kabi ishlarni qonun asosida hal qilish bilan mashg'ul bo'ladilar. Shuningdek, nizolashayotgan oilalar bilan maqsadli va manzilli ishlash orqali oilalarni barqarorlashtirish va ajrimlarning oldini olish maqsadida Ayol.gov.uz platformasida oila profili yaratildi. Ushbu platforma haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Bilamizki, har bitta yo'nalish bo'yicha tashkil etilgan platformaning o'zining oldiga qo'ygan maqsad vazifalari bo'ladi va o'zining qoida tartiblari bo'ladi. Ayol.gov.uz platformasida oila profili yaratilgani juda ham hozirgi kunda quvonarli deb o'ylayman. Bu platforma xotin-qizlar va oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan elektron platforma hisoblanadi. Unda oilalar uchun huquqiy, psixologik va ijtimoiy maslahatlar berib boriladi. Hamda davlat xizmatlari, murojaat yuborish imkoniyatlari hamda turli dasturlar haqida ma'lumotlar joylashtirilgan. Oila profili orqali oilaviy munosabatlar, tarbiya, maslahat va qo'llab-quvvatlash xizmatlaridan foydalanish mumkin. Hozirgi kunda juda ham bir dolzarb bo'lib turibdi bu ayollarning va oiladagi barcha yashayotgan fuqarolarning o'z huquqlarini bilmasligi, huquqiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan u yerda loyihalarning yoki bo'lmasa ma'lumotlarning joylashtirilishi, men o'ylayman, mana shu yosh oilalarga mustahkam zamin bo'lib xizmat qilyapti. Siz Oqila ayollar harakati a'zosi ekansiz. Bu qanday harakat? Oqila ayollar harakati bu prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil etilgan harakat. Haqiqatda bu har bir hududda ayollarga o'rnak bo'la oladigan, o'zining mehnati bilan, hayoti bilan ibrat maktabini yaratgan ayollardan tashkil etilgan harakat bu. Bu harakatni hozir har bitta tumanda tashkil etilgan harakatlar bor. Bular mana shu mahallalardagi turli yo'nalishlarda, masalan, yoshlarning ma'naviyatini oshirish bo'ladimi, oiladagi sog'lom turmush tarzini yaratish, ajrimlar bilan shug'ullanish yoki bo'lmasa tarbiyasi og'ir bo'lgan farzandlar tarbiyasiga, umuman yurtimizda olib borilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy islohotlarni fuqarolarni ongiga birinchi navbatda singdirish. Qolaversa, mana shu o'zining oiladagi to'plagan tajribasi bilan, hayotiy bosib o'tgan hayot yo'llarini gapirib berishlari bilan ularga namunaviy tadbirlarni o'tkazib boramiz. Va ayniqsa har bitta narsani amalga oshirishda birinchi navbatda qaysi kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar bu kitobsiz maqsadga erishib bo'lmaydi. Kitobxonlikni yo'lga qo'yish. Mana har oyning 17-sanasida kitobxon onalar kuni tashkil etilgan. Mana shu mahallalardagi mahalla fuqarolar yig'ini raislari bilan, ana shu mahalladagi muammoli oilalarning farzandlari bo'ladi yoki bo'lmasa yoshlarimizni turmushga tayyorlash, kelinlikka, kuyovlikka tayyorlash bo'yicha mavzular tanlaymizda, ular bilan suhbatlar olib boramiz. Qolaversa, mana hozirgi kunda nashriyotlardan chiqayotgan adabiyotlarni
eng keraklisini, masalan, shu bizni oqila ayollar harakatini maqsad vazifalariga, yo'nalishlariga mos kelgan adabiyotlarni olamizda, turli loyihalar asosida biz uni xalq ommasi oldiga olib chiqamiz. Yoki bo'lmasa ko'chma tartibda maktablarga, oliy ta'lim muassasalariga o'zimiz hududda joylashgan, yoki bo'lmasa Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi Chilonzor tumanida joylashgan. Ana shu tumandagi aholini va yoshlarini kutubxonaga jalb qilgan holda bitta joyda o'tkazsangiz ham qiziqarli bo'lmaydi-da, yoki bo'lmasa ta'lim muassasasiga boramiz, maktabga boramiz, oliygohga boramiz va orada albatta ko'proq qismini mana shu kutubxonada o'tkazishga harakat qilamiz. U yerda asar qahramonlarini jonlantirish bor. Masalan, o'qigan asarlaringizni qiziqarli qilib aytib berish bor. Yoki bo'lmasa biz chaqirgan o'sha ota-onalarimiz faqat o'zlari kelmaydi. Kelinlari bilan, qizlari bilan, nabiralari bilan keladi-da, ana shu kitob taqdimotlarida ishtirok etish bilan birgalikda asardagi salbiy va ijobiy qahramonlarni ajrata olish, yaxshilik va yomonlik. Mana siz salbiy qahramondan nima oldingiz yoki bo'lmasa ijobiy qahramon sizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Ularning orasidagi farq nima? Kabi savol-javoblar orqali biz ularni kitobxonlik madaniyatini oshirishga harakat qilamiz. Qadrli tinglovchilar, dasturimiz bir necha daqiqalardan so'ng davom etadi. FM 101.5 Grant radiosi to'lqinida qoling. Turli sohalardagi islohotlar, yangiliklar, muammo va yechimlar Grant radiosining aktual mavzu dasturida. Turli sohalardagi islohotlar, yangiliklar, muammo va yechimlar Grant radiosining aktual mavzu dasturida. Tinglayotganingiz FM 101.5 Grant radiosi efirda aktual mavzu dasturi davom etmoqda. Dasturimizning mavzusi oila va tarbiya. Ota-onalar farzandlarining kelajagini qanday shakllantiradilar? Bugungi suhbatdoshim esa Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi direktori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, oqila ayollar harakati a'zosi Hafiza Karimova. Hafiza opa, sizga navbatdagi savolim. Farzand kelajagini ta'minlash faqat moddiy sharoit yaratish bilan cheklanmaydi. Bugun farzandlarning kelajagini muvaffaqiyatli qilish uchun ota-onalar nimalarga ko'proq e'tibor qaratishlari lozim? Albatta, birinchi navbatda ta'limga, kitobxonlikka, axloqiy tarbiya va hozirgi kunda juda ham bir dolzarb mavzu bu chet tillarni bilish kerak. Chet tillarni bilgan odam, tilda bilgan odam dunyoni biladi deydi. Hamda raqamli savodxonlik va mustaqil fikrlash ko'nikmalariga ko'proq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Zamonaviy hayot tarzi axborot oqimining keskin ortishi, raqamli muhit oilaviy munosabatlarga qanday ta'sir qilmoqda fikringizcha? To'g'ri ta'kidladingiz. Albatta, bu hozirgi axborot asri deymiz. Axborot texnologiyalari juda ham bir rivojlanib ketgan, shiddat bilan bizning qalbimizga, umuman axborot asriga kirib keldi. Bu texnologiyalar albatta qulaylik yaratadi. Buni tan olishimiz kerak. Bu qulaylik yaratish bilan birga jonli muloqotning kamayishiga ham katta sababchi bo'ladi. Shuning uchun oilada samimiy suhbat va birga vaqt o'tkazish juda ham muhim. Biz ba'zida o'zimiz hamda shu internet tarmog'iga kirib ketamiz, qo'limizda telefon, yoshlarimizga qarasak ham shunday, hattoki shunday holatlarni ko'zim bilan ko'rganman. Bitta oila a'zolari bitta uyda o'tiribdi, ikkinchi uyda o'tirgan farzandlariga yoki mana shu oila a'zolariga Telegram orqali suhbat bo'layotgan onlarni ham ko'rganman-da. Bunda mehr oqibatning yo'qolib borayotganini ham ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, axborotdan ega bo'lamiz, lekin mehr oqibatni yo'qolib ketishiga sababchi bo'lyapti deb aytishim mumkin. Shu mavzuda yana bir savolim bor. Zamonaviy dunyoda bolalar har qachongidan ham ko'proq turli vasvasalar qurshovida yashamoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, shubhali kontent, tez boyish g'oyalari yoki yengil hayotga chaqiruvchi qarashlar. Bularning barchasi bola ongiga ta'sir qiladi. Bolani bu xavflardan to'liq himoya qilish mumkinmi? Albatta mumkin. Chunki inson xohlasa har bitta narsaga yo'l topadi va vaqtini ham topadi. Bolalar bilan birinchi navbatda ochiq muloqot qilish kerak.
ochiq muloqot qilib borish albatta yaxshi natija beradi. Ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashimiz kerak va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etib va internetdan to'g'ri foydalanishni o'rgatish orqali buni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Chunki hozirgi yoshlarimiz, mana oldingi farzandlarimiz alla bilan katta bo'lgan bo'lsa, hozirgilar tug'iliblar telefonga xuddi bog'lanib qolgandek bo'lyapti-da. Hali tushunmagan holda bizni harakatlarimizni o'zi qaytaryapti-da. Qo'liga telefon tushadi, uni hali sensor nimalar bilan knopkalarini bosish bilan ko'rib turibmiz-da, yoshlarda bu narsa Bizni harakatlarimizni takrorlaydi. Albatta qush uyasida ko'rganini qiladi-da. Shuning uchun o'zimiz ularga birinchi navbatda namuna bo'lishimiz kerak. Ular bilan ko'proq jonli muloqotni amalga oshirishimiz kerak, savol-javoblar qilishimiz kerak. Ularni hattoki bo'sh vaqtini ham foydali ishlarga, masalan, oddiy ishlarni buyurib, o'shani bajarish orqali ularda ko'nikmani shakllantirib borishimiz kerak. Hozir ko'p suhbatlarimizda, mana tadbirlarga boramiz, qarindosh urug'larning ichida ham qarasangiz, raqamli autizm kuchayib boryapti. Bu kasallik bolani diqqatini faqatgina telefon yoki televizordagi har xil multfilmlar yoki bo'lmasa o'yinlar jalb qilgan. Uni chaqirsangiz ham qaramaydi yoki bo'lmasa biror narsa so'rasangiz ham vaqtida sizga e'tibor berib javob bermaslik holatlari uchrayapti. Mana shunday oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, yosh ota-onalarimizga ayniqsa o'zingiz namuna bo'ling. Bilamiz, hamma ishlaydi, har xil yumushlar bilan band bo'ladi, lekin farzandlarda mana yoshi yetsa bog'chaga beramiz, keyin maktabga beramiz. Ko'pchilik mana shu maktabdagi o'qituvchilarga yoki bog'chadagi tarbiyachilarga aybni o'ntarishga harakat qilishadi, lekin unday emas. Bu hamkorlikdagi faoliyat. Hamkorlikda uyga kelgandan keyin nazoratni albatta ushlashimiz kerak. Nazoratda masalan hozirgi kunda bo'pti, televizor ham ko'rsin, o'yin ham o'ynasin. Hozir kompyuterda o'ynaydi bolalarda, hamda telefonda ham o'yinlar bor. Ularni o'ynashga harakat qiladi, vaqt chegaralagan holda. Ular bilan albatta ertaga o'qib berish soatlarini tashkil qilish kerak. Men yoshligimda farzandlarimga, yosh ona bo'lganman men ham endi. Ularga ertaklar aytib berardim, uyqusidan oldin yoki bo'lmasa topishmoqlar aytib, ularni ongini shakllantirishga harakat qilganman yoki bo'lmasa tez aytishlar. Hozir qaysi ota-ona shu bilan shug'ullanadi deyman-da. Agar mana shunday odatlarimizni hozirgi kunda ham qo'llaydigan bo'lsak, bu raqamli texnologiyalardan maqsadli foydalangan bo'lamiz. Shu haqda ham savolim bor. Har bir davrda ota-onalar farzand tarbiyasiga o'z zamonasi talablari asosida yondashadi. Bugungi ota-onalar avvalgi avloddan nimasi bilan farq qiladi? To'g'ri, hozirgi ota-onalar axborotga juda ham tez yetadi, chunki hozir internet hamma uyda bor, Wi-Fi o'rnatilgan, hech qanaqa bu masalada muammo yo'q. Kino ko'ramiz deymizmi, boshqa bir yangiliklarni ko'ramiz deymizmi, lekin bu orqali to'g'ri, buni ijobiy tomonlari bor. Hamma ota-ona zamonaviy fikrlaydi. Bolalardan ham shuni talab qilishga harakat qiladi. Lekin vaqt tanqisligi sababli farzand bilan muloqot juda ham kamayib ketishi mumkin-da, shuning natijasida. Shuning uchun buni jonlantirish kerak. Misol uchun mana bizni ota-onalarimiz o'zlari ko'rganlari, bilganlari asosida bizga maslahatlar berishgan, tarbiya berishgan. Hozirgi yoshlar ko'pincha ma'lumotlarni internet tarmog'idan olishadi. To'g'ri. Shuning uchun buni masalan milliy qadriyatlarimiz bor, urf-odatlarimiz bor. Oilada mehmon kutish tartibi bor, ovqatlanish tartibi, salomlashish tartibi. Hamma narsani shu oilada o'rgatib borishimiz kerak-da. Masalan, hozirgi men nabiralarim bor, 7 ta nabiram bor. Hattoki dasturxonga o'tirib hamma teng ovqatlanish kerak, qanday ovqatlanish kerak, kim qayerda o'tirish kerak. Buni tezda qaytarib turaman. Hattoki ovqatlanib bo'lgandan keyin duo qilish tartiblarini ham o'rgataman. Qanday duo qilish kerak? Tinchligimizga, obodligimizga, mana dasturxonimizda qanday to'kin sochin noz ne'matlar turibdi. Biz bularni mana tinch o'tirgan holda buni iste'mol qilyapmiz. Mana shunday davlatlar borki, mana urushlar bo'lyapti, tinchligi yo'q, alla nimaligini bilmasdan katta bo'layotgan farzandlar bor yoki bo'lmasa
to'yib ovqatlanishga zor bo'lgan oilalar bor. Shuning uchun buni shukronaligini keltirishimiz kerak. Bunga hammamiz qadriga yetishimiz kerak kabi urf-odatlarni o'rgatishga harakat qilaman. Bizdagi oqila ayollar harakatining ham asosiy maqsadlaridan biri shu. Milliy qadriyatlarimiz, oilada sog'lom turmush tarzini yaratish, farzandlar tarbiyasida ota-onalarning o'rni qanday, nimalardan iborat yoki bo'lmasa sog'lom turmush tarzini yaratishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak. Ajrimni oldini qanday olamiz? Yoshlarni oila qurishga tayyor emasliklarini qanday bilib olamiz kabi savollarni o'zimizga yo'nalishlar belgilab olgan holda biz harakatlarni amalga oshiramiz. Inson munosabatlarida g'amxo'rlik eng muhim qadriyatlardan biri hisoblanadi. Biroq ba'zan g'amxo'rlik niqobi ostida nazorat, bosim yoki shaxsiy erkinlikni cheklash holatlari ham kuzatiladi. Ana shu nuqtada muhim savol tug'iladi. G'amxo'rlik va nazorat o'rtasidagi chegara qayerda? Juda ham zo'r savol. G'amxo'rlik bu ishonch va mehr bilan yo'l ko'rsatishni o'z ichiga oladi. G'amxo'rlikni ham o'zining chegarasi bor albatta. Farzandingizga, yaqinlaringizga ishonch bildirish bilan birga albatta mehr ko'rsatish kerak. Endi nazoratga keladigan bo'lsak, albatta nazorat ham qilish kerak. Lekin buni ham chegarasi bor. Agar ortiqcha nazorat qiladigan bo'lsak, bolaning mustaqil fikrlashini cheklab qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun ko'proq ularga erkinlikni berish orqali, har xil yo'llarda tutish orqali uni ichidan qaynab chiqayotgan, chunki o'zimning nevaralarimdan ham qiyosda yoshlarda ichida savol ko'p. Nimaga, nima uchun, nimaga unaqa bo'lyapti degan savollarni ko'p beradi-da. Shuni erinmasdan, to'xtab tur, ovozingni o'chir, ish qilyapman, bandman degan narsalarni gapirmagan holda, ularni eshitgan holda, ularni ichidagi dardini va miyasida aylanayotgan fikrlarni bilib olgandan keyin sekin uni bir tizimga solib turib, keyin nazorat qilish kerak deb o'ylayman. Bosim o'tkazmaslik kerak. Agar bosim o'tkazadigan bo'lsangiz, bola qo'rqoq bo'lib qoladi. Qo'rqoq bo'ladida keyingi safarga bu meni onam urishadi, buni qilsam buni taqiqlaydi degan nimada yashirincha holatlarni yuzaga kelishini olib keladi bu narsa. Shuning uchun ortiqcha nazorat qilmaslik kerak. Albatta mehr ko'rsatish orqali men senga ishonaman, sen buni uddasidan chiqasan, lekin agar buni mana bu yo'l bilan amalga oshirsang, bu maqsadga muvofiq degan kabi yoki bo'lmasa misollar keltirgan holda to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Bosim o'tkazmagan holda. Siz faoliyatingiz davomida oilalar bilan ko'p ishlagansiz. Fikringizcha, qaysi xatoni ko'pchilik ota-onalar juda kech tushunib yetadi? Albatta vaqt bu yerda. Vaqt masalasi bor. Ko'pchilik ota-onalarimiz ana shu ajratilmagan vaqt va yetishmagan mehrni keyinchalik qayta tiklash qiyinligini kech anglashadi. Vaqt o'tib ketadi. Oltinga teng bo'lgan vaqtimizni farzandlarga ajratmaganligimiz uchun, ana shu masalan ayniqsa o'smirlik paytida farzandlar bilan shug'ullanishimiz, ularni bo'sh vaqtini mazmunli va foydali o'tkazishga yo'naltirishimiz kerak. Ota-onalar shunga yo'naltirish kerak. Qachonki ular qanaqadir xatoni yo'l qo'yganda, yolg'on gapirishni boshlaganda yoki bo'lmasa o'g'irlik yo'liga kirganda yoki hurmatsizlik bilan voyaga yetib qolganda, hattoki ota-onalarni hurmat qilmaslik, kattalarni bilmaslik yoki salom bermaslik, bu ham albatta katta kamchilik hisoblanadi. Mana shularni endi shunaqa bo'lib qopti-da deydi-da, afsuslanadi. Qachonki shu mehrini vaqtida bermaganiga, o'sha vaqt o'tib ketganiga afsuslanishadi. Dasturimiz so'ngida yosh oilalarga murojaatingiz bormi? Albatta murojaatim bor. O'zbekistonimizda mana yoshlarga, yosh oilalarga, ayniqsa ayollarimizga juda katta e'tibor berilyapti, e'tiroflar etilyapti. Ayollarimizni o'qimishli bo'lishi uchun, qizlarimiz magistraturada hattoki o'qishlari uchun hamda yosh oilalarga berilayotgan e'tibor,
qabul qilingan me'yoriy huquqiy mexanizmlar o'ylaymanki juda katta imkoniyat. Hurmatli yoshlar, umid bilan sizlarni oilangiz voyaga yetkazib, turmush pillapoyalaridan voyaga yetkazdi-da sizga mustaqil hayotga yo'naltirib qo'ydi. Buni qadriga yeting birinchi navbatda. Tinch, obod va ozod vatanda yashayotganimizga shukronalik bildirgan holda imkon qadar o'zingizni sevgan kasbingiz orqali hamda sizga nasib etgan juftlikni hurmat qilgan holda O'zbekistonning eng namunali xonadon sohibasi va sohibi bo'lib yashashga harakat qiling. Serfarzand, serdavlat bo'ling deb qolaman. Farzand oilaning eng katta boyligi va kelajak davomchisidir. Ularning qanday inson bo'lib kamol topishi ko'p jihatdan ota-onalar bergan tarbiyaga bog'liq. Mehr, e'tibor, yaxshi namuna va to'g'ri yo'l yo'riq orqali ota-onalar farzandlarning baxtli va muvaffaqiyatli kelajagini qurishlari mumkin. Demak, barkamol avlod tarbiyasi har bir oilaning eng muhim vazifasidir. Bu aktual mavzu dasturi edi. Dasturimiz mehmoni Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi direktori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Oqila ayollar harakati a'zosi Hafiza Karimova bo'ldilar. Sizga tashrifingiz va mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Rahmat, sizlarga ham taklif uchun katta rahmat aytaman. Sizlarning bundan keyingi faoliyatingizga faqat omadlar tilab qolaman. Qadrli tinglovchilar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. FM 101.5 Grant radiosi to'lqinida qoling. Turli sohalardagi islohotlar, yangiliklar, muammo va yechimlar Grant radiosining aktual mavzu dasturida.